Hello, English learners. Today we are going to learn Unit 22, Will, Shall, Part 2. Let's begin. Will. Kelajakda qilinishi allaqachon rejalashtirilib yoki qaror qilib qo'yilgan ish-harakatni ko'rsatish uchun qo'llanilmaydi. Diane is working next week. Diana kelasi hafta ishlaydi. Are you going to watch television this evening? Bugun kechqurun televizor tomosha qilmoqchimisan? Is working, are you going to? Larni Unit 19-20 dan qarang. Lekin ko'pincha kelajak haqida gapirilganda, gap rejalashtirilgan ish-harakat haqida bormaydi. Masalan, Kate kelasi hafta imtihon topshiradi. Chris va Jo bu haqda gaplashmoqda. Do you think Kate will pass the exam? Seningcha, Kate imtihondan o'tadimi? Yes, she'll pass easily. Ha, osonlik bilan o'tadi. She'll pass. u imtihondan o'tishga qaror qildi, degani emas. Jo nima sodir bo'lishi haqidagi fikri yoki farazini bildirmoqda. U bashorat qilyapti. Kelajakdagi voqea yoki vaziyat haqida bashorat qilganda Will, won't. qo'llaniladi. Yana bir nechta misollar. They've been away for a long time. When they return, they'll find a lot of changes here. Ular uzoq vaqtdan beri bu yerda bo'lmaganlar. Qaytib kelgach, ular bu yerda juda ko'p o'zgarishlar ko'radilar. Where will you be this time next year? I'll be in Japan. Kelasi yil shu payt qayerda bo'lasan? Yaponiyada bo'laman. That plate is very hot. If you touch it, you'll burn yourself. U likopcha juda issiq. Unga tegsang, kuyasan. Anna looks completely different now. You won't recognize her. Annaning ko'rinishi endi butunlay boshqacha. Sen uni tanimaysan. Will. Odatda quyidagilar bilan qo'llaniladi. Probably. I'll probably be home late today. Bugun uyga kech kelishim mumkin. Expect. I haven't seen Carol today. I expect she'll phone me. Bugun Kerilni ko'rganim yo'q. Menga qo'ng'iroq qiladi deb o'ylayapman. Sure. Don't worry about the exam. I'm sure you'll pass. Imtihon haqida xavotir bo'lma. Aminmanki undan o'tasan. Think. Do you think Sarah will like the present we bought her? Seningcha sotib olgan sovg'amiz Saraga yoqadimi? Don't think. I don't think the exam will be difficult. Menimcha imtihon qiyin bo'lmaydi. I wonder. I wonder what will happen. Qiziq, nima bo'larkan? I hope. Dan keyin odatda hozirgi zamon qo'llaniladi, lekin Will. ni ham ishlatish mumkin. I hope Carol phones this evening. Yoki I hope Carol will phone this evening. Umid qilamanki, Carol kechqurun qo'ng'iroq qiladi. I hope it doesn't rain tomorrow. Umid qilamanki, ertaga yomg'ir yog'maydi. Will. odatda kelajak haqida gapirilganda qo'llaniladi, lekin ba'zan hozir haqida gapirilganda ham ishlatiladi. Don't phone in now. I know she'll be busy. Annaga hozir qo'ng'iroq qilib yotma. Bilaman, u hozir band bo'ladi. I shall. We shall. Shall. Odatda faqat I, we. bilan ishlatiladi. Teng darajada I shall. yoki I will. We shall. yoki We will. deyish mumkin. I shall be tired this evening. I will be tired this evening. Bugun kechda charchagan bo'laman. We shall probably go to France in June. We will probably go to France in June.
Ehtimol iyun oyida biz Fransiyaga boramiz. Og'zaki nutqda qisqartma shakllari odatda I'll, va we'll, ko'rinishida bo'ladi. We'll probably go to France. Ehtimol biz Fransiyaga boramiz. shall, Ning inkor shakli shall not, yoki shan't, I shan't be here tomorrow. yoki I won't be here tomorrow. Ertaga men bu yerda bo'lmayman. he, she, it, bilan shall, ishlatilmaydi. She will be very glad. U juda xursand bo'ladi. It won't be easy to forget what happened. Nima bo'lganini unutish oson bo'lmaydi. Shu bilan unit 22 nihoyasiga yetdi. Endi odatdagidek Lexika.uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Shuningdek, ushbu rolik uchun like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivoji uchun katta yordam beradi. Do'stlaringizga ham darslarimiz haqida xabar bering va ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!